Dorixonada tasdiqlangan yetkazib beruvchilar reyestri. Shunga ahamiyat bering. Yetkazib beruvchilar bo'ladi. Misol Grant, Meros, Sayda, Turoni, o'shalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, yozib qo'yishingiz kerak shularga. To'ldirib qo'yishadi. Xo'p. O'shalarda spiskasini so'raydi. Qani yetkazib beruvchilar reyestri desa, mana ko'rsatadi jurnalni. Saqlash xonalari harorat va nisbiy namlik parametrlarini qayd etish, ya'ni termometrlarda yozib borish kerak edi. Shuni qilmagansiz. Eng muhim narsa shu. Yozilgan ekan-ku mana. Yozib borilyapti mana, ko'ryapsiz. 8:00 da yozyapsiz. Gradus 20 gradus, foiz 57%, ikkinchi zonamizda 18 gradus, foiz 52%. 3-chi, 4-chi, 5-chi zonamiz yo'q. Biz savdo zali bilan omborxonani yozyapsiz xolos. To'g'rimi? Boshqa zonalarimiz yo'q. Obeddan keyin ham xuddi shunaqa 16:00 da yozyapsiz mana. Ikkita zonani, qolgan zonalarimiz yo'q. Bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib ko'chirib chiqasiz.